Assalomu alaykum. Obzor info obunachilari. Bugun men sizga otayam o'zini rangiga mos va xos turgan avtomobil Tikoni obzor qildim. Bizga bunga katta yordam beradigan uka, ismingiz nima? Nasimbek aka. Yosinbekmi? Nasimbek. Nasimbek. Qisqacha informatsiya. Nasimbek, yili nechi ushbu avtomobilni? 2001-yil aka. 2001-yil. Qancha yurgan? Yurgan endi 364 ming ashtaqa. 364 ming yurgan. Xo'sh, Nasimbek, buni qisqacha obzorlarini tushuntirib bersiz. Yili 2001 dedingiz. Motor, hadovoy o'ta zo'r. O'ta ham zo'r. Даже ichlariga ham bir baho beringlar. Nasimbek, buni pulini necha pul deyapsiz bugungi bozorga? 28 kami bor deyapmiz. $2800 kami bor. 4 teshigi shumka. Shumkalari как положено. $2800 puli bor. Akalar, hozir Tiko anaqa Nexia olaman, Gentra olaman degandan ko'ra, Nasimbek akamizning ushbu go'zal Tikoni sotib olsalaringiz, menimcha go'zal ish bo'ladi. Bunga olasiz, hech narsa sarflamaysiz. Shumkalari bu benzinmi, propanmi? Benzin aka. Benzin. Ballonlar ham как положено, yumshoq ballon ekan-a? Ha, yumshoq. Motorlarni ko'rishingiz mumkin. Ukam, bunga variant xizmatlarimiz variant bor. Siz 5 oygacha. Siz bilan bog'lanish uchun telefon nomerlarimizni bir qator aytib yuborsiz. 77lik. Xo'p, 002 00 0206. 0206. Akalar, Tiko nima deyapti? Uni hatto ancha-munchasi ham qilinmasa kerak shumkalar. Salomat bo'ling.